yavma u kunda yaqumu qoyim bo'ladilar, turadilar. Annasu insonlar li robbi li uchun robbi parvardigori uchun alamin olamlarning parvardigori robbisi uchun insonlar yaqumu turadilar yavma u kunda. Ya'ni qiyomat kunida insonlar hisob kitob bo'lishini kutib 500 yil turib qolishar ekan. Lekin mo'min kishilar uchun bu xuddi quyosh botayotgan vaqtdek tez o'tadi ekan. Lekin kufr keltirgan kimsalar uchun bu juda ham uzoq va azobli vaqt bo'lar ekan. Nauzubillah, Alloh o'zi asrasin. Kalla yo'q albatta deyilyapti. Albatta yo'q. Inna albatta kitobi al-fujjari fojirlarning ko'plida kelyapti. Fujjari fojirlarning kitobi, ya'ni gunohkorlarning kitobi. Qanday kitobi? Ya'ni o'sha nomay amallarimiz yozilgan kitob bu yerda nazarda tutilyapti. Lafi sijjin, la bu yerdagi kalla yo'q albatta degan so'zga javob bo'lib keldi. Fi'ni o'ziga ma'no beramiz, da qo'shimchasi. Sijjindadir. Sajjana o'zi qamoqxonada bo'lmoq degani. Sijjin ya'ni qamoqxona ma'noni ham beradi, lekin bu yerda boshqa ma'noda sijjindadir deb turib o'z nomi bilan tarjima qilamiz bu yerga. Ya'ni ularning kitobi sijjindadir. Endi Alloh taolo sijjinni nima ekanini tushuntiryapti. Va ma adraka ma sijjin va ma nima adraka sizga bildiradi ma sijjin nima ekanligini. Kitabun marqum kitobdir, marqum yozilgan. Ya'ni raqam so'zidan olinyapti. Raqamlar bilan belgilab yozilgan, bitilgan kitobdir deyilyapti. Vaylul lil mukazzibin, vayl bo'lsin, falokat bo'lsin kimga? Vaylu yawma idhil lil mukazzibin. Ya'ni o'sha kunda, o'sha qiyomat kuni, yawma idhin qiyomat kuni deb tarjima qilamiz. Lil mukazzibin yolg'onga chiqaruvchilar uchun yoki yolg'onga chiqaruvchilarga o'sha kunda falokat bo'lgay. Allazina yukazzibuna yolg'onga chiqarganlar. Allazina gap kelyapmiz. Bi yawmiddin qiyomat kunini. Bu yerdagi bidi kunini deb ni qo'shimchasidan tarjima qilyapmiz. Ya'ni qiyomat kunini yolg'onga chiqarganlar. Va ma yukazzibu va yolg'onga chiqarmaydi. Ma yukazzibu yolg'onga chiqarmaydi. Bihi u kunni, ya'ni illa faqatgina kullu har bir mu'tadin i'tada fe'lidan olingan, ya'ni haddidan oshuvchi, tajovuzkor deyilgan, asim gunohkor. Har bir gunohkor haddidan oshuvchi nima ekan? Illa istisno bo'lsa illadan oldingi fe'l yolg'onga chiqarmaydini ziddini olib kelamiz, yolg'onga chiqaradi deymiz. Demak, har bir mu'tad tajovuzkor, haddidan oshuvchi, asim gunohkor yolg'onga chiqaradi.